Tuhmat balosi. Ba'zida yo'lingizda shunday insonlar chiqadiki, ular sizga to'sqinlik qiladi, hasadlarini yashirmaydi, ozor berishni xohlaydi. Ba'zan o'shalar yaxshi, samimiy odamlar bo'ladi. Faqat sizning rivojlanib, oldinlab ketishingiz ularga yoqmay qoladi. O'zi bilar-bilmas sizga to'siq bo'lishga harakat qilaveradi. Orzu-maqsadlaringizga yetishishingizga qarshilik ko'rsataveradi. Ba'zan sizning oilangiz hamjihatligi, bir-biringizga bo'lgan muhabbatingizni ular ko'ra olmaydilar. Bunga hayotiy bir hikoyatda o'zingiz guvoh bo'lasiz. 2012-yil. Yosh qiz bo'lsam ham bir shirkatda boshliq bo'lib ishlardim. Mening mansabimni ko'rolmaganlar bor edi. Ular menga birinchi kunlardanoq hasad qila boshladi. Nima sababdan meni yoqtirmasliklarini bilmayman. Men ularga ayrim boshliqlar kabi takabburona muomala qilmasdim. Doim muloyim, yaxshi munosabatda bo'lardim. Bir kuni menga tuhmat qilishdi. Kamiga qandaydir dalil-isbotlari ham bor emish. Tepamdagi rahbar shirkatning egasi xonasiga chaqirdi. Haligi tuhmat qilganlar uni ham o'z bo'htonlariga ishontirishgan ekan. Rahbarim meni ogohlantirishlarsiz birdaniga ishdan bo'shatib yubordi. Shu sababli oilamning yoniga qayta olmadim. Boshqa muammolarim ham bor edi. Qonunga murojaat qildim. Sudga ariza berdim va yutib chiqdim. Qonun men tarafda bo'lgani bilan ular menga shunchalar puxtalik bilan tuhmat qilishgandiki, rahbarim u yoqda tursin, oilamdagilar ham shubha nazari bilan qaraydigan bo'lib qolishdi. Tun u kun Baqara surasini o'qirdim. Tez-tez nafl namozlarini ado etardim. Allohga zorlanardim. O'ziga iltijo qilardim. Allohim, o'zing yuzimni yorug' qilgin, hammaning oldida meni oqlagin, deb tinmay duo qilardim. Ko'p o'tmay shunday ham bo'ldi. Alloh taolo aybsiz ekanimni hammaga ko'rsatib qo'ydi. 6,5 oy o'tib uyimga qaytdim. Oilam mening aybsizligimni bilib, mendan nohaq shubhalanganlarini aytib, uzr so'radi. Hatto shirkatning xo'jayini ham oldimga kelib, o'z uzrini aytdi. Menga qilingan nohaqlik evaziga katta miqdorda badal puli berdi. Tuhmat qilgan xodimlar esa o'zlari ziyon ko'rdilar. Ularni ishdan bo'shatishdi. So'ng esa sudga berishdi. Sud shirkatning mollarini o'g'irlagan men emas, ular ekanini isbotlab berdi. Hammalari qilmishlariga yarasha jazolarini oldi. Mening esa barchaning yonida yuzim yorug' bo'ldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Qilgan duolarim, o'qigan Baqara surasi, iltijolarimning hisobiga Alloh menga bir solih turmush o'rtoq ato etdi. 2 oyda to'y qildik. Muhtoj qiz. Saudiyalik bir badavlat inson buyrak yetishmovchiligi bilan xastalangan edi. Farzandlari buyrak qo'ydirish amaliyoti uchun Misrga olib borishdi. Ular bir qizning buyragi uchun 100 ming riyol berishdi. Ertasi kuni tongda barcha shifoxona jamlanganda u kishi jarrohlik amaliyotiga kirishdan oldin o'z buyragini sotishga qaror qilgan qiz bilan ko'rishishni so'radi. Qizni chaqirishdi. U uyalib, tortinib xonaga kirib keldi. Bemor kishi, nima sababdan buyragingni mendek bir qariyaga sotishga rozi bo'lding, deb so'radi. Qiz, muhtojlikdan dedi. Oilam nochor, akalarim esa universitetda ta'lim olishadi. Ularga yordam berish uchun nimadir qilishim kerak-ku. Qizning gaplari unga tarsakidek ta'sir qildi. Uni g'aflat uyqusidan uyg'otdi. O'ziga o'zi savol berdi. Inson hayotiy ehtiyojlar uchun o'z jismining bir qismidan hayotining bir parchasidan ketishi aqlga sig'adimi axir? Qariya arosatda qolgandi. Bir tomondan qizga achinardi, ikkinchi tarafdan buyragini almashtirmasa bo'lmasdi. U shifo so'rab Allohga yolvorishdan to'xtamadi. Dard berding, sabablarini qidirdim, topganday bo'ldim, ammo holat o'zingga ma'lum. Nima qilishini bilmay qoldim. Chorasiz ahvoldaman, Allohim, o'zing yordam ber. O'zingdan boshqa yordamchim qolmadi, degan nido qalbidan yuksaldi. U odam shu zahoti o'g'illarini chaqirdi. Ular kelganlarida men buyrak qo'ydirish fikridan qaytdim. Meni Saudiyaga qaytarib olib boringlar. 100 ming riyol miqdoridagi pul esa mendan qizga ehson. Uning 1 riyolini ham qaytarib olmaysizlar, dedi. Farzandlari norozilik bildirishdi, jahl qilishdi, ammo oxir-oqibat otasining istagini qabul qilishdi. Saudiyaga qaytgach, buyragini odatdagidek yuvdirish uchun shifoxonaga bordi. Tekshiruvlar natijasida ko'rib shifokorlar hayratda dong qotishdi. Uning buyraklari ishlab ketgan edi. Alloh taoloning qudrati cheksiz. U shifo berishni xohlasa, jarrohlik anjomlariga ham ehtiyoj qoldirmaydi. U zot cheksiz, marhamati ila nazar solib, bemorga shifo beradi. G'amgin insonni xushnud qiladi, musofirni o'z manziliga qaytaradi va jarohatlanganlarning yarasini tuzatadi. Muhtojga rahmi kelib, pullarini unga hadya qilgan, o'zi esa Allohga iltijo qilgan insonni Alloh qo'llamaydi deysizmi?
Tungi o'q nishonga tegadi. Turmushga chiqdim. Xo'jayinim ko'p farzandli bo'lishni xohlardi, lekin ha deganda farzandlik bo'lmadik. Shifokorlar ko'rigidan o'tganimdan kamida 4 yildan so'ng bolali bo'la olishim ma'lum bo'ldi. Ko'p siqildim. Erimning xonadonidagilar va hatto o'zimning oilam ham menga bosim o'tkazardi. Odamlar esa turli gap so'zlarni tarqatardi. Farzandli bo'lishga qattiq xohlardim. Oradan 1,5 yil o'tdi. Nihoyat homilador bo'ldim. Alloh menga go'zal bir farzand ato etdi. O'ziga hamdlar bo'lsin. Bu qanday sodir bo'lganini bila olmadim. Lekin aniq bilganim shuki, tungi namozlar va bedorliklarning samarasi edi. Aytishadi-ku, tungi o'q nishonga borib tegadi, xato qilmaydi deb. To'la ishondimki, Alloh taoloning atolari va hadyalarining chek-chegarasi yo'q. Insonning sabriga yarasha buyuk-buyuk shodliklarni beradi. Endi bo'lmasa kerak deb o'ylagan ishlarni amalga oshirishda albatta Allohga yuzlanish zarur. Inson bo'ldi, endi hech narsaga erisha olmayman deb o'ylaydi. Aslida Allohga tavakkul qilish kerak. Allohning qudrati keng ekanini, hamma narsaga qodirligini unutmaslik lozim. Banda ich-ichidan shu narsaga ishonishi zarur. Alloh hech qachon hech narsadan ojiz qolmaydi. Musulmon odam qanchalik ko'p namoz o'qisa, duolar qilsa, Allohga yaqinlashib boraversa, bilsinki, Alloh ham unga yaqinlashib boradi. Chorasizligimdan Allohga iltijo qilaman. Ba'zan boshingga shunday tashvishlar keladiki, siqilasan. O'qishing va boshqa ishlaring ham qolib ketadi. Natijada ko'p muvaffaqiyatsizliklarga uchraysan. Ishlar ortga qarab ketaveradi. Lekin unutmaki, shodlik, saodat Allohdandir, ya'ni u zotga yaqinlashishdadir. Talabalik chog'larimda baholarim pasayib ketdi. Shartnoma pulim davlat tomonidan to'lanardi. Baholarim pasayib ketgani hisobiga to'lovimga g'aznadan pul ajratilmay qo'ydi. Bu summa katta edi. O'z hisobimdan o'qishga qurbim yetmasdi. Shundan so'ng duo qilishni boshladim. Namoz o'qib, boshimni sajdaga qo'yganimda ushbu duoni o'qirdim. Ey Allohim, yengillik faqat sen yengil qilgan yo'l bilan bo'ladi. Agar sen xohlasang mag'zunliklarni yengil qilib berasan. Bundan tashqari, Allohim, senga kuch-quvvatimning zaifligidan, chorasizligidan shikoyat qilaman. Ey Robbim, menga ishlarimni oson qilib ber. Albatta, sen har narsaga qodirsan deb duo qilib yurdim. Haqiqatdan ham Alloh ishlarimni osonlashtirdi. Men yana yaxshi o'qishni boshladim. Baholarim ko'tarildi. Lekin shunday bo'lsa-da, o'qishimni tugata olmadim. Bir ish bo'yicha ustimdan arz qilib, sudga berishdi. Bir ishda menga nisbatan zulm qilishdi. Sudga qatnay boshladim. Menga kelayotgan sinovlarga hayron qolardim. G'am ustiga g'am bo'laverdi. O'zim ham tushunmay qoldim. Hayotimdagi barcha ishlarni go'yo to'xtab qolganda edi. Tashvishlardan boshim chiqmasdi. O'ylab gunohlarim sababli dedim va xatolardan tiyila boshladim. Qilayotgan ishlarim gunoh bo'lib qolmasin deb nihoyatda ehtiyotkor bo'ldim. Shu asnoda iltijoga berildim. Doim zikrda yurdim. Yodlagan duolarimning hammasini takrorladim. Ushbu holat 1,5 yil davom etdi. Tashvishlar shuncha muddatda mendan arimadi. Men ham duolardan to'xtamadim. Darslarim to'xtab qolgandi. Go'yoki sudda ishim hal bo'lmaydiganda edi. Vaqti yetib, sudning qarori chiqdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, ish foydamga hal bo'lgandi. Oqlanganimdan keyin menga qattiq miqdorda pul ham berishdi. Natijada o'qishimning shartnoma puli topildi. Hatto undan ortib, boshqa xarajatlarimga ham yetdi. Shunda o'ylab qoldim. Robbim menga buncha sinovlarni bekorga jo'natmagan, meni sinagan. Sinovda men o'ziga qaytdim, o'zigagina iltijo qildim. O'sha paytda o'qishim tugul hech narsaga pulim yo'q edi. Shunday vaqtda Alloh taolo menga mol-davlatni mana shu yo'l bilan berdi. U zot ushbu sinovlarni jo'natib, o'rniga o'qishni davom ettirish ne'matiga erishtirdi. Baqara surasining 216-oyati davomida bunday deyiladi. Shoyatki siz yaxshi ko'rmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa va shoyatki siz yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa, Alloh biladir, siz bilmassiz. Insonning boshiga musibatlar tushadi. Ularni yomon ko'radi, lekin ortidan qanday yaxshiliklar kelishini bilmaydi. Kishi o'zining tutgan yo'lida nimalar yashirinib yotganini ko'rmaydi. Shuning uchun doim Allohning qazoyi qadariga, boshiga tushgan sinovlariga rozi bo'lsa, banda yutadi. Allohning buyruqlarini bajaraylik, o'ziga iltijo qilaylik, doim tafakkurda bo'laylik. Shundagina muvaffaqiyat qozonamiz. Sabrlilarga xush xabar ber. Bir yigit hikoya qiladi. Do'stim mashinasida bir bolani urib yuborgandagi voqea yodimga tushdi. Uning aytishicha, kutilmaganda ulovining shinalari ostida bolakayning suyaklari sinayotgan ovozini eshitibdi.
Darhol to'xtab, uni mashinaga solibdi va shifoxonaga olib boribdi. Saldan so'ng bolaning otasi bilan bobosi kelibdi. Do'stim o'zini yo'qotib qo'ygan, umrida bir bolaning o'limiga sababchi bo'lish xayoliga ham kelmagan edi. Sinayotgan suyaklar ovozi quloqlari ostida tinmay jaranglardi. Bolaning bobosi do'stimning oldiga kelib, uni tinchlantiribdi va Alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa, shu narsa bo'lishi va uning hukmiga barchalari roziligi ekanligini aytibdi. Shifoxona masjidda xufton namozini ado etishibdi. Ularga bolaning bobosi imom bo'lib, Baqara surasining 118-oyatini, ya'ni sabrlilarga xushxabar ber, oyatini o'qiganida do'stim ho'ngrab yig'lab yuboribdi. Xufton namozidan so'ng shifokorlar bolaning bosh suyagi qattiq jarohatlanganligi va yashab ketish ehtimoli katta emasligini aytishibdi. Do'stim bu gapni eshitib, esankirab qolibdi. Holsiz bo'lib uyiga qaytibdi. Bir hafta umuman ishga chiqmabdi. Ruhiy tushkunlikka tushib qolibdi. Bolaning dardiga davo so'rab tinmay Allohga iltijo qilibdi. Bolaning tuzalishi uchun bobosining sabri, onasining duolari, otasining ishonchi va barchaning u uchun qayg'urib, Allohga yolvorib duo qilishidan boshqa davo yo'q edi. Bir hafta o'tar o'tmas, o'zim bolani ko'rgani bordim. Buni qarangki, bola o'rnidan turib, o'ynab kulib biz bilan gaplashib yuribdi. Allohning so'zi rost chiqdi, shifokorlarniki esa xato. Singan suyaklarini yana qaytadan birlashtirgan zotning so'zlari rostdir. Alloh odamlarga ne rahmatni ochsa, bas, uni tutib qolguvchi bo'lmas. Fotir surasi 2-oyat. Sinib sochilib ketgan suyaklarni kim yana qaytadan jamlay oladi? Og'ir ahvoldagi bolakayning yuziga tabassumni kim qaytara oladi? Kim qabr eshiklariga yaqinlashib qolgan jasadga qaytadan ruh puflashga qodir? Bu ishlarga faqat yagona Alloh qodirdir. Allohning marhamati keng. Biz doim hayotimizda qulaylikni xohlaymiz. Mol-davlatga erishsam, pulim ko'p bo'lsa, yaxshi joylarda ishlasam deymiz. Hamma istaklarimiz amalga oshishini, orzu-havaslarimiz muhayyo bo'lishini istaymiz. Bularning barchasiga qanday erishish mumkin? Ushbu hikoya bizga buni o'rgatadi. Yosh edim. Hech ishlarim yurishmadi. Allohga ko'p duolar qildim. Oxiri shu iltijolarimdan keyin ishlarim yura boshladi. Chunki Alloh haqida men to'g'ri gumonda edim. U zot ikrom qiluvchilarning eng buyugi, beruvchilarning eng qodiri, saxiylarning eng saxovatlisidir. Duolarimni zarracha shubhasiz qilardim. Istig'for, salovat aytishda davom etdim. Baqara surasini tushunib tafakkur qilib o'qirdim. Allohning fazli etdi. Nihoyatda ko'p yaxshiliklar sodir bo'ldi. Yaxshi ishga joylashdim. Magistraturaga yuqori ball bilan o'qishga kirdim. Bunday natijaga erishish aslida juda qiyin. Barchasi Allohning fazli, duolarimning barakasidan edi. Ham o'qib, ham ishlash qiyinchilik tug'dirmadi. Hammasini Alloh menga oson qilib qo'ygandi. Haftada 3 kun, bir kunda bir necha soat ishlab, yaxshigina maosh olardim. Bularning bari qanday bo'ldi deyilsa, Allohning karami, marhamati kengligidan deya javob beraman. Ha, istig'for tasbihlarni aytishni kanda qilmanglar. Shuningdek, Baqara surasini o'qishni o'zingizga odat qiling. Nima holat bo'lishidan qat'iy nazar, doim Allohning zikrida bo'ling, ishingizga rivoj so'rang. Chunki rizq Allohning huzuridandir. Uni xohlagan bandasiga beradi. Unga yaqinlashsangiz, beruvchi zotga dildan bog'lansangiz, sizga ne'matlarini behisob qilaveradi.